Hammaga iltimos, bu videoni maksimal tarqatinglar. O'zini Angliyadaman deb tanishtirgan har xil bir krisa kompaniyalarga pul chiqarmanglar. Bitta akamiz $5000 quladi. O'sha hoji aka приглашение ko'rs nomeri bor, tekshirib bering degandilar. Tekshirdik, haqiqatan ham krisalar ekan. O'sha lokatsiyasi bo'yicha men topib keldim. Bu yerda hech qanaqangi agentство, hech qanaqangi firma yo'q. Просто tak harf degan chumoq degan soddaligidan foydalangan. Shuning uchun qachongacha bu o'zbeklarimizni atrofdagi chet eldagi krisa haromilar pulini shilib yo'qib qolishaveradi. Qachongacha $5000-$10000gacha pulini uxlatib ketishaveradi. Bu bir-birlarga tarqatinglar bu videoni. Maksimal topga chiqsin, like bosib tashing, kommentariyaga rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb yozib yuboring. Shu video maksimal topga chiqsin, odamlar ko'rsin, chetdagi firmalarga hech qachon pul chiqarmasin. Mabodo ming uverni ekan bo'ldi degan taqdirda ham tekshirtirib olsin, tekshirib beramiz inshaalloh. Tekshiruv xizmati bor. 90 779 0407 shu nomer Telegramdan bor. Telegramdan tashlasangiz ham bo'ladi. Sizga nima, qanday hujjatlar jo'natgan bo'lsa, hammasini tashlab oling, xulosa tekshirib beramiz. Hammaga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Iltimos tarqatinglar maksimal. Charchamanglar, rahmat.